O'zbekistonda akalarimiz yangilik qilishibdi. Bu nima deyiladi nomi? Penabeton. Penabeton. Bu yengil bo'lar ekan, loydan 3 barobar yengil bo'ladi deyapti. Aka, buni qanaqa qulayliklar bor bizga? Xo'p, aka, loydan yengil bo'ladi. Buni qildiradigan odamga pulidan yengillik bo'ladi, ishidan yengillik bo'ladi. Xo'p, bizga faqat cho'rniyni qoqib, zardeval urib bersa bo'ldi. Bo'ldi. Qolgan ishni o'zlaring kelib qilib ketasizlar. Qolgan ish hamma narsa o'zimizning yonimizdan o'zimiz qilamiz. Hamma narsa o'zimizdan bo'ladi aka. Material solamiz. Sementi, ichiga qo'shiladigan qum, fibrasi, ximikat hamma narsa o'zimizdan bo'ladi aka. Bu issiqdan, sovuqdan ham saqlaydimi aka? Issiq, sovuqdan hamma narsadan saqlab beradi. Qurt qumursqa, sichqon, hamma narsani saqlab beradi aka. Bu demak loydan 3 barobar yengil, 3 barobar yengil bo'ladi. Narxlari qanaqa endi buni aka? Narxlari vodiy bo'ylab 35 ming so'mdan 50 ming so'mgacha voha tomonlarga kelishilgan holda. Kelishilgan holda. Kelishilgan holda. Andijondan, Namangandan, Toshkentdan telefon qilsa ham borib qilib beraverasiz. Borib qilib beramiz, xudo xolasa. Borib svet tushirib bering, udinitib beringlar bo'lmaydimi ishlar? Unaqa narsalar bo'lmaydi. Generator, kabel, hamma narsa o'zimizda bo'ladi. Ha, hamma o'zlaringda. Hamma narsa o'zimizdan bo'ladi. Sizga shu borsangiz, obed bilan bitta suv topib berilsa bo'ldi. Faqat suv ishlaydi sizlarga. Yo'nida bo'lsa obed qilib bersin, o'zi obed ham o'zimizdan. Bo'lmasa u ham kerak emas. Vodiylik mard akalarimiz Toshkentdan bo'lasizmi, Samarqanddan bo'lasizmi, Xorazmdan bo'lsa ham telefon qilaverasizlar bemalol. Borib dastavkasi bilan ob'yomiga qarab qilib berishaverar ekan. Pastki raqamlar, ustakalarimiz raqamlari bemalol telefon qilib chaqiraverasizlar. Qurilishda birgalikda qilaverasizlar. Sog' bo'ling.